Diqqat, tezkor xabar. Videoga bir dona like tugmachasini bosib qo'ying. Toshkentda qor yog'adimi? Fevral oyi o'zi qanaqa bo'ladi? Yog'ingarchilik qanaqa? Batafsil axborot uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. O'zgidromet prognoz qilishi bo'yicha quyidagicha: kelgusi kunlarda ob-havo keskin issiqlashib ketish ehtimoli bor. +8 gradus va +15 gradus atrofida bo'ladi kunduzlari. Kechalari esa sal sovuqroq bo'lishi mumkin. Asosiy ma'lumotlarga qaraganda, ertaga kunduzi +10 gradus atrofida bo'ladi. Bu ma'lumotlar asosida O'zbekiston kelgusi kunlarda nisbatan iliqroq va yomg'irli, bulutli kunlar bo'lish ehtimoli bor. Ob-havo bo'yicha har kunlik prognozni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimiz profilimiz opitsaniyasiga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, juda ham o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olasiz. Xullas, fevral oyida O'zbekiston iliq va bulutli, yomg'irli bo'ladi, lekin qor yog'maydi. Ob-havo bugun kanaliga obuna bo'lib qo'ying.